Assalomu alaykum. Bodom ishqibozlari, obunachilarim. Kenegas bodom sortlari meva qilgan mana syomka qilyapman. Mana shu dahshat ushabdi. Mevalari. Mana bu shoxdan. O'zim iskana payvand qilib berganman buni. Kenegas bodomni. Hozir 3 largacha meva qilib borgan. Ona shoxdan qo'yib berganman. Hozir teyini ko'rsataman ulangan joyini. Mevalar. Iskana payvand qilganman mana. G'uch meva ushlagan. Ko'chatlari ham bor. Mana endi teyini ko'rsatyapman. Mana bitta iskana qilganman. Mononi metdan qilganman. Tanasi. Mana. Kenegaslar. Ser hosil bo'ladi, u etaveradi. Kam qiladi, u bodan 3 largacha meva qilgan mana. 3 largacha. Mana qarang, tanada meva qilib olgan. Mana holatlari mana. Mana nodalar bor. Mana o'ziniki bor. Bu o'ziniki bor. Qo'liga bilab berganman. Qo'liga. Tanada meva qilgan mana. Birinchi may kuni syomka qilyapman. 1-may bugun. Dori sepgan kelgandim. Mana ishonmasanglar mana aytdan qilingan. Iskana payvand qilganman. Mana teydan qilingan. Laklari bo'lsa omini qo'yaveringlar, xudo xolasa tez tarqaydi. Nari tarafda o'zinikida hosili kam. Bu payvand qilganmi-ku, shu ko'p ekan mevasi. Anorlar ham bor bu yerda. Anorlardan kesib qo'yganman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Obuna bo'lib, layklarni bosib tursalar ham yong'oqlar chiqarganman, polni yong'oqlar bo'lgan. Endi bodomda bu qo'yyapman endi. Bodom ko'chatlari ham bor. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Ko'rib tez maqturaveringlar. Telefon raqamlarni qo'yib beraman. Iskana payvand qilib beraveraman. Shu 10 fevrallarda boshlanadi payvand qilishlar. Nodan o'zim olib boraman.